Xalqaro kesim mahkamasining Beyjingning Janubiy dengiz masalasida hech qanday haqliq talabi yo'q deb hukm chiqarganligining xotir kunida Xitoy armiyasi Parasil orlig'i yaqin joyda Xitoy dengiz tavalligiga qonunsiz kirgan Amerika urush paraxotini yiroqlashtirganligini e'lon qildi. Gollandiyaning Gagadagi xalqaro kesim sudi 2016 yili 7 oyning 12 kuni Xitoyning Janubiy dengizda tarixiy haqqi yo'q deb hukm chiqargan edi. Amerika Maliya Ministeri Janet Yellen Yavropa İttipaقı davlatlarini iqtisodning asliga kelishini qo'llash uchun texnik ko'p mablag' silish uchun navbatdagi hisobot qizil raqam qoidasini osonlashtirishga chaqirdi. Bir yo'silda Yavropa İttipaqining moliya ministrlari yig'iniga qatnashgan Yellen mundaq dedi: "A'zo davlatlar qo'shimcha moliya tadbirlarini astoydil o'ylashib, davlatining va yer sharoitining kuchli asliga kelishiga kafolatlik qilish kerak." Amerika Davlatlik basketbol birlashmasi, ya'ni NBA'ning sobiq cho'lpini Royce White Amerikada o'tkazilgan Big 3 musobaqasida Uyg'urlarga erkinlik deb yozilgan mayka kiyib o'tirg'a chiqdi. Bu dаңliq basketbol mahiri musobaqadan keyin taratqularga so'z qilib, Xitoyni Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan kishilik huquq tafsirchiligini to'xtatishga va jazo lagerlarini taqishga chaqirdi. Hollywood'dagi harakatli kinolar bilan tonilgan Hong Konglik artist چېڭلوڭ Beyjingda ichilgan bir munbarda qilgan so'zida Xitoy Kompartiyasiga qatnashishni xalaydiganligini aytgan. Hong Kongdagi demokratik harakatlarni bostirgan Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanmoqda. Qozog'istonning 2021 yili 1-faslda Turkiyadan 96 million dollar bevosita mablag' jalb qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Qozog'istonning Anqarada turishliq bosh elchixonasi 2021 yilning 1-faslida Qozog'iston Davlatlik bankasining Turkiyadan bu davlatga solgan mablag'i to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Bu son 2020 yilning o'xshash mezgiliga solishtirganda 139% dan ko'proq oshganligini ko'rsatib bergan bo'lib, 2005 yildan buyongi 1-fasldagi eng yuqori son deb xotirlangan. Anqarada Sabilu Rashad Turkiya jurnallari birligi tarafidan o'tkazilgan kitob yarmarkasida Sharqiy Turkiston haqida ma'lumot berish yig'ini o'tkazildi va Uyg'ur shoira Nurala Göktürk xonim bilan Hamid Göktürk apandi taklif bilan qatnashib so'z qildi. İlginççe, Irak'ta Xitoy virusi bemorlari davolanayotgan bir doktурxonada yuz bergan o't afitida kam deganda 50 odam qazo qilgan, 30 dan ortiq odam yaralangan. Irakning rasmiy xabar agentligining Zikr sahiya tarmoqlarini asos qilgan xabariga qaraganda, aniq bo'lmagan sabablar tufaylidan COVID-19 bemorlari davolanayotgan İmam Hüseyin doktурxonasida o't afiti yuz bergan, o'lgan va yaralanganlar soni davomli oshmoqda ekan.